Agar mabodo hozir vafot etib qolsangiz, sizda orqangizdan nima qoladi, tog'a? Men orqamda hech narsa qolmaydi. Hozir mabodo vafot etib qolsangiz, sizdan nima qoladi? Chaqam, nevaralarim, Hamma narsa orqada qoladi. O'zim kutaman. 2 metr joyga. Boshqa hech narsa yo'q. Qoladi. Kim qolaydi? Ishtagani bolam qoladi. Qolib ketadi. Yong'oq, mayizim sotuvchilar qolib ketadi. vafot etib qolsak qiynalib qolamiz. Hozir vafot etib qolsak qiynalib qolamiz. Alloh taoloning oldida qiynalib qolamiz. Ya bilmadim, endi vafot etib qolsa farzandlarimiz qoladi. Bizning haqqimizga duo qilsa, ular ham Amallaringiz. amallarimiz qoladi. Hamma qoladi. Nimani qilish? Hamma qoladi. Qo'llarim qoladi, qizlarim qoladi, ya qoladi. Yaxshilik qoladi. Yana Saxovatli bo'lish kerak, yaxshilik bo'lish kerak. Hammaga mehribon bo'lish kerak. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, hammaga mehribonlik qilish kerak. Mendan hani yaxshi ishlarim, amallarim qoladi. Farzandlarim, nevaralarim. mabodo hozir vafot etib qolsalaringiz, sizlardan nima qoladi aka? Bizda hech nima qolmaydi. Nima qoladi? Bola chaqangiz qilgan yaxshi amallaringiz yo'qmi? Shu bola chaqa qoladi, boshqa nima qoladi? Mabodo hozir vafot etib qolsangiz, sizdan nima qoladi aka? Hech bola qolmaydi. Qilgan